shunday o'qiguncha mo'jizlar ko'rsatib beryaptilar. O'zlar katta qiladi. Shunaqa zo'r qaynonalar ham bor. Xudoga shukr. Tak, sizlarga aytsam, oyijonlar shu yerda sizlarga maqtanib qo'ysam. Ular kelganlar bizga Vazliyoq opa 3-4 joyda menda miyoma deyapti, kista deyapti, bola bo'lmaydi sanda deyapti deb ikkita qizlar bor, ikkita qizlar bor. Da Kesirva yana 2 marta. Keyin ularni ko'rgan ekanman deb, "Oy, sizda miyoma ham yo'q, kista ham yo'q. Keyin hammasi yaxshi bo'ladi dedim. Beremin bo'ladi. Beremingiz bo'lib kelasiz degansiz. Homilador bo'lib kelasiz oldimga degan. 10 kundan keyin bilindi. 10 kundan keyin o'sha bereminliklari ma'lum bo'lib, testlarda chiqib, mana birinchi skriningga keldilar. 2 barobar xursandchilik sizlarga ham ko'ryaptimi? Biza o'g'il bolamiz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hozir